Rajab oyida ikkita ulug' kecha bor. Ulug' fazilatli kunlardan ikkitasini kitoblarimizda zikr qilishgan. Shulardan birinchisi Rag'oyib kechasi, Rajab oyining birinchi jumasi. Ya'ni bu Rag'oyib kechasida nima bo'lgan? Rag'oyib kechasining tarixi nimadan iborat? Rag'oyib kechasida Hazrati Omina onamiz oxiri zamon payg'ambari, jami payg'ambarlarning xatmi kunandasi payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga homila topgan kechalari Rajab oyining birinchi juma kechalari ekan. Buni Rag'oyib kechasi deyiladi. Kechalari qoyimlikda Allohdan iltijolar qilib, duolar qilib bu kechani o'tkazgan odamlar bo'ldi. Endi ikkinchi kecha, bu Rajab oyining 27-kechalari Me'roj kechasi. Payg'ambarimiz marhamat qilgan ekanlarki, meni payg'ambar qilib yuborgan Allohning nomiga qasamki, qaysi bir ummatim Rajab oyiga yetib bir kun bo'lsa ham ro'zadorlikda o'tsa, bir kun bo'lsa ham kechada qoyimlik bilan, xushyorlik bilan ibodatda o'tadigan bo'lsa, do'zax nomini vujudiga Alloh harom qiladi deb bashorat bergan ekanlar.